Shohruxbek Alisheroğlu, Dang'ara Agrobank aksiyadorlik tijorat banki menejeri. Agrobank aksiyadorlik tijorat bankiga biriktirilgan bir kontor bir mahsulot bo'yicha ekin maydoniga tarvuz ekilgan. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Urganji mavqeida ikkita kontor tashkil etib, 123 hamda 32 sonli kontorda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Har hafta sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 24 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 42 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Urganji Agro ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Lider tadbirkor Urganji Agro ishlab chiqarish kooperativi har bir ijarachi uchun yer maydonlariga tarvuz ko'chatlari hamda salafanlar va kimyoviy o'g'itlarni yetkazib beradi. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 10 gektardan 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda yana 10 gektar ekin maydonini kengaytirish niyatidamiz.